Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugun 6-ma'ruza darsimiz boshlang'ich sinflarda o'yin texnologiyalari mavzusi. Boshlang'ich ta'limda innovatsiya fanidan o'tamiz. Mavzuni yozib oling. Rejalar bosqichiga o'tamiz. O'yin faoliyat tuzilmasi, o'yin tuzilmasi. O'yin modifikatsiyasi, imitatsion o'yinlar, rolli o'yinlar. 3-rejamiz ishbilarmonlik o'yinlari, psixodrama va sotsiodrama, ya'ni ijtimoiy drama o'yinlari. 4-rejamiz esa bahs o'yinlari, bahs munozara turlari, evristik, mantiqiy, avtoritar, tanqidiy, demagogik, pragmatik turlarga bo'linadi. Rejalarni yozib oldingiz. Keyingi bugun darsimizning shiori pedagogika insonni tarbiyalash va rivojlantirish san'atidir. Ta'lim jarayonida didaktik o'yinli texnologiyalar didaktik o'yinli dars shaklida qo'llaniladi. Ushbu darslarda o'quvchilarning bilim olish jarayoni o'yin faoliyat orqali uyg'unlashtiriladi. Shu sababli o'quvchilarning ta'lim olish faoliyati o'yin faoliyati bilan uyg'unlashgan darslar didaktik o'yinli darslar deb ataladi. Ta'limda o'yinli mashg'ulotlardan foydalanishning maqsad va vazifalari qanday? Ta'lim jarayonida o'yin texnologiyalari didaktik o'yinli darslar shaklida qo'llaniladi. Ushbu darslarda o'quvchilarning bilim olish jarayoni o'yin faoliyati orqali uyg'unlashtiriladi. Shu sababli o'quvchilarning ta'lim olish faoliyati o'yin faoliyati bilan uyg'unlashgan darslar didaktik o'yinli darslar deb ataladi. Inson hayotida o'yin faoliyati orqali quyidagi vazifalar amalga oshiradi. O'yin faoliyati orqali shaxsni o'qishga, mehnatga bo'lgan qiziqishi ortadi. O'yin davomida shaxsning muloqotga kirishi, ya'ni kommunikativ muloqot madaniyatini egallash uchun yordam beradi. Shaxs o'z iqtidori, qiziqishi, bilim va o'zligini namoyon etishga imkon yaratadi. Hayotda va o'yin jarayonida yuz beradigan turli qiyinchiliklarni yengish va mo'ljalni to'g'ri olish ko'nikmalarini tarkib topishiga yordam beradi. O'yin jarayonida ijtimoiy normalarga mos xulq-atvorni egallash, kamchiliklarga barham berish imkoniyati yaraladi. O'yin jarayonida ijtimoiy normalarga xulq-atvorni egallash, kamchiliklarga barham berish imkoni yaratiladi. Didaktik o'yinli mashg'ulotlarni o'quvchilarning bilim olish o'yin faoliyatining uyg'unligiga qarab sujetli rolli o'yinlar, ijodiy o'yinlar, ishbilarmonlik o'yinlari, konferensiyalar, o'yin mashg'ulotlariga ajratish mumkin. Didaktik o'yin mashg'ulotlarining o'ziga xos xususiyatlari nimadan iborat? Bunda didaktik o'yin mashg'ulotlar dasturida qayd etilgan mavzularni ta'limiy, tarbiyaviy va rivojlantiruvchi maqsadda hamda vazifalarni hal etishga qaratilgan bo'lishi lozim. Jamiyatdagi va kundalik hayotdagi muhim muammolarga bag'ishlanib, ular o'yin davomida hal qilinishi. 3. Shaxsni tarbiyalash tamoyillariga va sharqona odob-axloq normalariga mos kelishi. O'yin tuzilishi jihatdan mantiqiy ketma-ketlikda bo'lishi, mashg'ulotlar davomida didaktik prinsiplarga amal qilinishi va eng muhimi eng kam vaqt sarflanishiga erishishi lozim. Didaktik o'yinlarda ishtirok etish o'quvchilarga quyidagi imkoniyatlarni beradi: fikrlaydi, tahlil qiladi, taqqoslaydi, fikrlarni umumlashtiradi, xulosalaydi, tafakkuri o'sadi. Bunda nutq rivojlanadi. O'z fikrini boshqalarga isbotlay oladi, munozara va muhokamaga kirisha oladi. O'z qiziqishlari asosida faoliyat ko'rsatadi. O'yin faoliyati inson hayotining eng muhim va ajralmas jihatlaridan biri bo'lib, ayniqsa bolalik davrida u yetakchi faoliyat turi sifatida namoyon bo'ladi. O'yin orqali bola atrof muhitni anglaydi. Bundan keyin mana bu yerda ko'rsangiz, dars jarayonida o'quvchilarga berilayotgan bilimlar oddiy nazariy jihatdan emas, o'yin orqali tushuntirib bersa, bola ham o'yin mashg'ulotiga qiziqadi, ham darsni o'zlashtirib olishiga muhim ahamiyat kasb etadi. O'yin tuzilmasining o'ziga xos tarkibiy tizimlardan iborat bo'lib, ular o'yinning mazmuni va samaradorligini belgilaydi. O'yin odatda maqsadga yo'naltirilgan bo'ladi, garchi bu maqsad bolani o'zi uchun aniq ifodalanmagan bo'lsa ham, bola o'yinda nimagadir erishishga, ma'lum vaziyatni yaratishga yoki rolni muvaffaqiyatli bajarishga intiladi. O'yin modifikatsiya, imitatsion o'yinlar. Ta'lim-tarbiya jarayonida o'yinning shakli, mazmun va tashkil etish usullarini maqsadga muvofiq ravishda o'zgartirish, boyitish va moslashtirish jarayonlaridir. O'yin modifikatsiya orqali o'yinlar bolalarning yosh xususiyatlari, qiziqishlari va ehtiyojlari
va rivojlanish darajasiga moslashtiradi. Modifikatsiyaning asosiy maqsadi bolalarni faol ishtirok etishga undash, ularni mustaqil fikrlash, ijodiy yondashish va ijtimoiy tajribasini rivojlantirishdan iborat hisoblanadi. Bu biror narsa yoki jarayonning ko'rinishi, xususiyati yoki shaklini o'zgarishi, lekin uning asosiy mohiyati tuzilishi saqlanib qoladi degan ma'noni bildiradi. Imitatsion o'yinlar nima? Imitatsion o'yinlar bu haqiqiy hayotdagi vaziyatlar, kasblar yoki ijtimoiy munosabatlarni taqlid qilish orqali o'ynaladigan o'yinlar hisoblanadi. Mana misol uchun shifokor va bemor, o'qituvchi va o'quvchi, do'konchi va xaridor, haydovchi va yo'lovchi, psixodrama, sotsiodrama. Psixodrama bu insonning ichki his-tuyg'ulari, shaxsiy muammolari yoki psixologik holatini sahna ko'rinishida ifodalashga asoslangan o'yin usuli. Sotsiodrama bu jamiyatdagi ijtimoiy muammolar yoki ijtimoiy munosabatlarni rolli o'yin orqali ifodalash usuli. Misol uchun o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi muammo, rahbar va xodim munosabati, do'konda xaridor va sotuvchi vaziyati. Shu jihatlar amalga oshiriladi. Amerikalik olim Poya evristikali metod to'g'risida shunday degan edi: evristikaning maqsadi yangiliklarga olib boruvchi metod va qoidalarni izlash. Demakdir, u evristik metod mohiyatini quyidagidek izchillikda tuzilgan reja orqali amalga oshirishni tavsiya qiladi. Masalani yoki amaliy topshiriq tushunish, masalani yechish rejasini tuzish, tuzilgan rejani amalga oshirish, orqaga nazar tashlash, mantiqiy o'yinlar, avtoritar o'yinlar va shulardan iborat.